dengiz itlari. Mavjlanadi atrofda dengiz, quturadi bo'ron tinimsiz. Boshqaradi kemani a'lo bizning jasur kapitan Leo. Axtimizda turib biz bardam, yetkazamiz yuklarni har dam. Biz suzamiz doim ilgari, chunki bizlar dengiz itlari. Yuk tashishda 7 dengizda teng kela olmas hech kimsa bizga. Davyurakmiz hamda qudratli, chunki bizlar dengiz itlari. Kesib chiqib 7 dengizni topolmaysiz bizdek ibratli, sadoqatli do'stlaringizni, chunki bizlar dengiz itlari. Turbo torpedalar. O kemacham, sen qush kabi uch, samoni quch va dengizdan osh. Qayg'urmang kapitan, yukni topamiz. Qo'noq daydi eng omadli kema-ku. To'g'ri aytyapti kapitan. Roki, yo'lga chiqyapmiz. Kemani yurg'in. Qo'noq daydi paraxodining kema jurnali 28-sentyabr. Biz Puch orolidan yuk topolmay, sohil yoqalab suza boshladik. Ochiq dengizda bo'lish qanday maroqli-a! Torpedalar, sinovga tayyormi? Ha, Olaf, hammasi tayyor. Voy domam. Voy, meni kechiring. Hey, sizdan so'rayapman. Ha, Olaf. Torpedalarni sinovga shaqilib qo'yganman. Buyursangiz bas. Bu boshqa gap. Tayyorlaning. Diqqat! Otal! Juda soz. Qoyil doktorlarlar. Menga mana shunaqa torpedalardan yana 50 dona tayyorlab berasiz. Aqlingiz malla. Endi bizga hech qanday kema qo'rqinchli emas. 29-sentyabr. Puch portidan jo'nagan kunimiz biz o'zining dahshatli dovullari bilan ma'lum bo'lgan Darsun ko'rfazidan o'tdik. Endi esa to'g'ri sokin dengiz sari suzib bormoqdamiz. Bizlar qushday uchamiz yengil. Orzuyimiz orom baxsh dengiz. Bashalar ham qilmas bezovta, unda dengiz itlarin hatto. Lekin motor pand bermaydi deb bo'lmaydi aslo. Bu yana nima qiliq? Nega to'xtab qolding? Nima gap, Roki? Nima bo'ldi? Motor injiqlik qilyapti, kapitan. Hozir ishlataman. Itlar raqsi. Shunisi tuzuk. Qani, boshladik.
Rokini mahorati barchamizni qoyil qoldirdi. Biz suzishda davom etmoqdamiz. Sidney, qani yoqroq kelchi? Nima qilish kerakligi esingdami? Tumachani bosish kerak. Mana bunasini. Hay! Kechirasiz, men yanglishibman. Sidney, barcha ishni raso qilding-ku. Farqing qolmabdi seni. Siz haqsiz, xo'jayin. Mutlaqo. Siz nima deysiz shu? Verder, ko'zingizni oching, iltimos, Verder. Xo'jayin, ko'zini ochdi. Sizlar qayerdaman o'zi? Yordam beringlar. Oyimga boraman. Voy jonim qayerda? Oyimga boraman. Torpedalar bilan kim shug'ullanadi endi? Yapir itvacha. Boshim ko'rmang. Voy jonim, o'zini o'zim. Voy. Qayerdasiz? Oyimga boraman. Osmon tiniq, yulduzlar charaqlagan. Demak, ertaga kun ochiq, dengiz sokin bo'ladi. Mana bo'ldi. Agar shundan keyin ham ishlamasang, ko'rasan. Ana, chizib chiqdim. Barakalla, Tim. Qanday suzishimiz kerakligini bilarsan? Ha, nima edi? Chunki sen chizib chiqqan yo'nalishga ko'ra biz xavfli hududdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Chiko, nima qilyapsan? Xaritaga qarasang bo'lmaydimi? Axir qarshimizda haligi neft quvurlari. Tashvishlanmang, kapitan. Tim xatarsiz yo'lni chizib chiqqan. Juda yaxshi. Rahmat, Tim. O'jilim, xayrli tun. Meni dahshatli Olaf deydilar. Endi 7 dengizga hokim bo'lishim uchun menda hamma narsa mavjud. Turbo torpedalar ham yetarli. Faqat yaxshi bir mexanik kerak. Kema? Men kema ko'ryapman. Uni mexaniki bor. Beyn, bu yoqqa kel. Mayoq yoqilsin. Senga xizmat bor. Ba'zi narsalarni aytmaganda biz to'g'ri men chizib bergan yo'nalish bo'yicha ketyapmiz. Kemamiz neft quvurlarini aylanib o'tdi. Hamma mendan mamnun. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qoyil. Lekin men senchalik otolmayman, Roki. Men ketdim. Yaxshi qol. Yo'q. Salom Chiko, xo'sh. Hech gap yo'qmi? Yo'q. Hammasi joyida, kapitan. Juda soz. Agar xotirjamlik bo'lsa. Xotirjamlikmi yo'qmi bilmadim. Voy! Roki! Ya, nima bo'ldi ekan? Roki!
Lemanga borib qo'ying. Jonim bilan avval jangovar holga keltirib berasan mana bu turib o'tar pedalarni. Tushundingmi? Tushundim. Lekin meni javobim bitta. Yo'q. U mashina bo'limida ham, oshxonada ham, kayutada ham yo'q. Qayerda ham yo'q. Hamma yoqni qarab chiqdik, hech qayerda yo'q. Agar Roki kemada yo'q ekan, unda u nahotki. Tim, sen joyingga chiq. Hop. Bet, sen pastga tush. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Chiko, shturval joniga. Xo'p bo'ladi. Qanday qilib bo'lmasa uni topish kerak. Menga qarang, yo'q desang, o'zingga qiyin bo'ladi. Axir bo'rilar uni bekorga dahshatli Olaf deb aytishmaydi. Agar gapimga tushungan bo'lsang, tez ishga kirish. Voy, tishing guritvacha. Voy jonim. Kapitan! Kapitan! Nima ko'rding, Tim? Voy dog'larini, balki Rokini o'sha yoqqa ketishgandir. Chiko, tezlik 15 uzel. Izma-iz boramiz. Bet, tezlikni oshir. Nima? Tezlikni oshir? Qanday qilib? Nima bu o'zi? Bet, nima qilyapsan? Bo'la qol. Nima qilay, kapitan? Men oshpazman, temir tersakka aqlim yetmaydi. Chiko, Tim, qayiqni olinglar. Birdan bir umid shuki, Roki anovi niyat quvlari yonida bo'lishi mumkin. Men Pet bilan shu yerda qolaman. Qani, boshlaymiz. Asirni olib keling. Hozir ko'ramiz. Demak, so'zingdan qaytmaysan. Qayiq ko'rindi. Qayiq. Yaxshi. Hamma yuqoriga chiqsin. Tayyorlaninglar. Ovloq joy ekan. Tavba, hech zo'r ko'rinmaydi. Ha? Qani chiqa qoldim. Ha? Roki! Roki! Qayerdasan? Akulalar! Roki, qayerdasan? Yuqoriga chiqish kerak, u shu yerda. To'g'ri. Roki! Ochar! Kelaverdim. Chiko, ehtiyot bo'l. Voy, qochdim. Yugur! Qoch! Alvido oshna.
Ochig'i kapitan, hech narsaga tushunmadim. Xafa bo'lma, Pet. Bir amallab uddalaymiz. Masalan, mana bu quvur bo'lagini olamizda, uni to'g'ridan to'g'ri, lekin bu nimaga kerak? Ha? Kapitan, oqim bizni olib ketyapti. Shu topda yigitlarimizning holi nima kechdi ekan, ha? Nima qilamiz endi? Qulog'im senda, Roki. Gapir, hamma yo'qmi? Roki! Rozi bo'lma! Roki! Yo'q! La'nat Kapitan, uddalay olmayapman. Tezroq yuqoriga chiqing. Bosh kelma, Pet. Bardam bo'l. Yana bir urinib ko'raychi. Yurgansin, Pet, ishladi. Aldasang o'zingdan ko'r. Tayyor. Tugatishlaring bilan menga xabar qil. Juda yaxshi bo'ladi. Qolganlarni ham sozla. Diqqat, kema yaqinlashmoqda. Ana nishon ham topildi. Hamma postga tushdi. Yaxshi. Baski odatiy usul qo'l kelmaskan, men ham Roki kabi ish tutaman. Bo'la qol ishlayapti, Pet. Tayyorlan, yo'lga chiqamiz. Tezroq bo'llaring. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Sen biz bilan birga borasan. Do'stlarimcha. Do'stlaring qaytgunimizcha shu yerda qolishadi. Jinursun, yechilmayapti. Chiko, bunaqasini chimillamasdan tezroq. Yechilmasan nima qilamiz? Qayoqqa? Omading bor ekan, seni og'ayni. Pet, qani sekinlatchi? Nima u? Chiko bilan bolakay Timku. Roki ham ular bilan. Axir suvosti kemasi-ku. Teslik ol, Uzel. Torpedalarim uchun bu kema hech gap emas. Qani bo'l, quv ortidan. Endi tamom sallat. Chekinmasak holimizga voy. To'g'ri, kapitan. Men ularni torpedalarini ko'rdim. Bittasini o'zi yetadi. Torpedalar tayyormi? Voy.
Tayyorlaning. 1, 2, Qo'zat! Ular bizni nishonga olishdi. Hozir abjaqimiz chiqadi. Ha, gulimiz ko'kka sovuriladi. Hammasi tugadi. To'g'ri, tugadi, lekin bo'rilar uchun tugadi. Voy, torpedalar qaytayapti. Tezlikni oshir. O'la qol. Roki, bu seni ishingmi? Bo'lmasam-chi, har qalay bekor o'tirmadim u yerda. Meni qutqarganinglar uchun sizlardan minnatdorman. Darvoqe, bu mashinani qanday yurgizardi? Buni qiyin joyi yo'q, Roki. Meni kechirasizlar. Kameras Continental, Cine Group, Le Film de la Perrine, Frans 2 studiyalarining qo'shma mahsuloti. Ssenariy mualliflari Michel Haylert, Patrik Renyard, Tony Scott, rejissyor Olivier Poiret, bastakor Marko Janetti. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Farhod Abdullayev, Rustam Karimov, Inog'am Odilov, Fayzulla Ahmedov, Hojiakbar Komilov, G'aybulla Hojiyev, Fathulla Mas'udov, Bahodir Nishonov va boshqalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, tarjimon Mirzamurod Olimov, muharrirlar Qodir Mirmuhamedov, Komil Tursunboyev, video muhandis Yevgeniy Kononov hamda Baxtiyor Rahmatullayev.